Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan YouTube'da pul ishlashni boshlash uchun eng muhim 2 qadamni ko'rib chiqamiz. YouTube'da daromad olishni istaysizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Videoni oxirigacha tomosha qiling. YouTube'da pul ishlashni boshlash uchun birinchi va eng asosiy qadam monetizatsiyani yoqish. Bu nimaligini tushuntiraman. Sizning kanalga reklama joylashtirish, homiyliklar olish yoki offline marketing orqali pul topish imkoniyatingiz bo'ladi. Biroq monetizatsiyani yoqish uchun YouTube bir necha talablarni qo'yadi. Buning uchun 1000 ta obunachi 4000 soat tomosha bo'lishi kerak. Ya'ni kanalingizda barcha videolarni ko'rish uchun jami 4000 soat yetarli bo'lishi kerak. Kanalingiz bu talablar uchun to'g'ri kelganda YouTube monetizatsiyani yoqadi va siz daromad olishni boshlaysiz. Ammo monetizatsiya faqatgina birinchi qadam. Ikkinchi va eng muhim qadam akkaunt xavfsizligini ta'minlash. YouTube hisobingizni himoya qilish uchun ikkilamchi xavfsizlik tekshiruvi. Buni qanday qilib amalga oshirish mumkin? Google hisobingizga kiring, xavfsizlik bo'limiga o'ting va ikkinchisida verifikasion opisaniyani yoqing. Bu sizga telefon raqami yoki autentifikatsiya ilovasi yordamida qo'shimcha xavfsizlikni ta'minlaydi. Endi sizning YouTube kanalingiz nafaqat monetizatsiya uchun tayyor, balki mukammal xavfsizdir. Endi sizda YouTube'da daromad olish imkoniyati bor, ammo pul ishlashning bir necha yo'llari mavjud. Keling, ularni ko'rib chiqamiz. Reklamalar. YouTube'da video yuklanganda reklamalar ko'rinadi va siz har safar ular orqali pul topasiz. Super chat va super stikerlar, jonli efirlar orqali tomoshabinlar sizga xohlagancha pul yuborishadi. Homiyliklar. Brendlar va kompaniyalar bilan hamkorlik qilib, pullik reklama va mahsulotlarni tanishtirishingiz mumkin. Offline marketing. Turli mahsulotlar haqida sharhlar berib, ularni sotish orqali komissiya olasiz. Shuni unutmang, YouTube'da pul ishlash bu vaqt, mehnat va ijodkorlikni talab qiladi. Agar siz monetizatsiya va akkaunt xavfsizligini ta'minlashingiz zarur bo'lsa, bu sizga o'z kanalni rivojlantirish va barqaror daromad olish imkonini yaratadi. Agar video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing va kanalga obuna bo'ling. Yangi videolarni ko'rishni davom ettiring. Savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.